Bugungi mavzumiz, ya'ni Mang'itlar sulolasi hukmronligi davrida Buxoro amirligida yer-suv munosabatlari. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumizning rejasi quyidagilardan iborat. Ya'ni Buxoro amirligining siyosiy hayoti va Buxoro amirligida yer-suv munosabatlari. Demak, biz o'tilgan mavzularimizda, ya'ni har bir mavzuning tarixshunosligi va manbashunosligiga to'xtalib o'tamiz. Ushbu mavzuning ya'ni manbashunosligi quyidagilardan iborat. Ya'ni Muhammadjonovning Zarafshon vodiysining sug'orish tarixi yoki Razoqning o'sha O'zbekistonda quruq yerlarning sug'orish, o'zlashtirish va melioratsiya tarixini o'rganamiz. Tarix manbashunosligida. Tarixshunosligi esa avvalambor biz bilamizki, ya'ni Buxoro amirligida Mang'itlar sulolasi hukmronligi davrida yer-suv munosabatlarini o'rganamiz. Demak, biz mavzuni boshlaymiz. Demak, mavzumiz Buxoro amirligining siyosiy hayoti. Biz bilamizki, Ashtarxoniylar davrida bo'lgani kabi, ya'ni Xon Abulfayzxonning O'zbeklar davlatining azaliy dushmani Eron shohlari homiyligi, hukmronligini tan olishi amalda Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligi tugaganligini bildirar edi. 18-asr boshlarida tashkil topgan Ashtarxoniylar sulolasi ikkinchi o'ringa tushib, o'z o'rnini yangi hokimlar, ya'ni birinchi o'ringa ko'tarilgan o'zbeklarning urug'idan bo'lgan Mang'itlar bostirib o'sha nima qiladi, bo'shatib beradi. Butun hokimiyat Eron shohi tomonidan tayinlangan, keyingi yillarda ya'ni forscha ulug' Amir Kabir degan unvonni olgan Muhammad Hakimbiy otaliq qo'liga o'tib ketadi. Ya'ni biz demak mana shu har yili odatga ko'ra Buxoro xalqi 1745-yilning aprel oyi oxirlarida Bahovuddin Naqshband mozori atrofidagi an'anaviy Qizilgul bayramiga chiqar edi. Ana shu fursatdan foydalanib Ibodulloh Xitoy Buxoroga bostirib kiradi va juda ko'p o'ljalar bilan birga, ya'ni qo'shinning ham katta qismini asir olib ketishga muvaffaq bo'ladi. Albatta, Buxoro davlatida yer mulkchilikning 3 ta shakli mavjud edi. Bular davlat yerlari. Biz oldingi darslarimizda xonliklarni o'rganganimizda ham yer egaligini o'rgangan edik. Demak, Buxoro davlatida ham, ya'ni davlat yerlari, bu amlok yerlari ham deb atalgan. Ikkinchisi mulk yerlari. Bu xususiy yerlar hisoblanadi. Uchinchisi esa vaqf yerlari. Bu davlat yerlarining suvsiz, dasht, to'qayzor, ko'chmanchi jamoalarga bo'lib berilgan qismi hisoblangan. Ulardan foydalanganligi uchun, ya'ni davlatga soliq to'lar edi. Bunday yerlar sotilmagan ham, ayra boshlanmagan ham. Ikkinchidan esa davlat yerlarining boshqa bir qismi hukmron sulola a'zolariga, yirik davlat mansabdorlariga, lashkar boshilariga davlat xizmatlari evaziga suyurg'ol tarzda in'om etilgan yerlar hisoblanar edi. Bundan tashqari, suyurg'ol olganlar u yerni, o'sha hududni aholisini, hududni boshqarish huquqini olgan. Ya'ni suyurg'ol egasi davlat xazinasiga xiroj to'lashi hamda oliy, ya'ni hukmdorning chaqirig'iga ko'ra o'z qo'shini bilan harbiy yurishlarda ishtirok etish majburiyati bor edi. 16-asrdan boshlab davlat yerlarini, ya'ni tanho deb nom olgan shaklida, ya'ni in'om etish qaror topa boshladi. 19-asrning birinchi choragida amirlikda, ya'ni tanhodorlarning soni
12 mingtadan 36 ming nafarga ko'paygan edi. Ya'ni eng kichik tanho yeri 3-5 gektarni tashkil etgan. Davlat yerlarining yana bir qismi dehqonlarga ijaraga berilgan. Ya'ni xazinaga eng ko'p soliq ham ana shu dehqonlarga ijaraga berilgan yerdan juda ko'p mablag' tushganligini qayd etilgan. Endi xususiy yerlar, ya'ni mulk yerlari ham deb aytiladi. Buning xususiy yerlarning bir qismi xususiy shaxslarning yerlari bo'lib, ularning bu yerlarga egalik qilishlari davlat xizmatlari bilan bog'liq bo'lmagan bunday yerlar asosan, ya'ni amirlikda asrlar osha yashab kelayotgan, ya'ni arablarga qarashli yerlar, bu mulk yerlari arablarga qarashli yerlar hisoblangan. Endi albatta bu yerlardan 110 qismi miqdorda o'lpon to'lanar edi mulk yerlardan. Ya'ni mulk yerlarning ikkinchi qismi mulki hur yoki mulki hurri xolis deb yuritilgan. Bu albatta mulki hurri xolis yerlari bu davlat xizmati bilan bog'liq bo'lgan. Bunday yerlar, ya'ni urushlarda jasorat ko'rsatgan yoki hukmdorning alohida topshiriqlarini bajarishda namuna ko'rsatgan shaxslarga berish natijasida vujudga kelgan. Bunday yerga ega bo'lgan shaxslarga maxsus yorliqlar berilgan. Ular barcha soliqlardan ozod etilgan. Ya'ni vaqf yerlari bu masjid, mozor, xonaqoh, madrasa, maqbaralar uchun ajratilgan yer hisoblanadi. Bunday yerlar musodara etilgan, davlat hamda yirik yer egalari tomonidan hadya etilgan yerlar hisobiga vujudga kelgan. Masjid, madrasa, qabristonlarning asosiy sarf xarajatlari talaba, mudarris hamda mutavallilarga beriladigan nafaqalar, maoshlar, ana shu vaqf mulklaridan olinadigan daromadlar hisobida qoplangan. Ya'ni vaqf mulklari mutavalli tomonidan, ya'ni nima qilingan? Mutavalli tomonidan bo'lib berilganligini, ya'ni mutavalli boshqarganligini bilamiz. Endi Amir Shohimurod zamoniga kelib, har bir ziroatchidan qo'sh puli, ya'ni har bir qo'sh 48-50 tiyin, 40 tiyin ham olinganligini bilamiz. 1807-yilda Amir Haydarning bir yorlig'ida har bir tanob yerdan bir tillodan tanobona olish zarurligi ko'rsatilgan. Agar ekinzor egasi tanobona to'lashdan bosh tortadigan bo'lsa, hosilning 1/3 qismi, ya'ni xiroj tariqasida olingan. Bunday soliqlar, ya'ni xiroj hosilning yarmini tashkil etgan. Bundan tashqari Mirzo Bedil Devonning, ya'ni Majmaul Arqom asaridagi ma'lumotlarga ko'ra, amirlik quyidagi ma'muriy hududiy bo'laklarga bo'lingan. Masalan, 100 ming tanobdan iborat sug'oriladigan yerlar tuman deb yuritilgan. 50 ming tanobdan iborat sug'oriladigan yerlar hazora deb yuritilgan. Yoki 25 ming sug'oriladigan yerlar nim hazora deb yuritilgan. Yoki 10-15 ming tanob sug'oriladigan yerlar obxo'ri deb yuritilgan. Yoki 400 ming tanob sug'oriladigan yerlar qoriya deb yuritilgan. Yoki 300 tanob sug'oriladigan yerlar, ya'ni maraza, ekinzori deb atalganligini biz bilamiz. Endi manbalarda qayd etilishicha, 19-asr boshlariga kelib, amirlikning yer egaligining quyidagi 4 ta turi mavjud bo'lgan. Birinchisi, ya'ni mulki sultoniy. Mulki sultoniy yerlar bu davlatga qarashli yerlar bo'lgan. Ikkinchisi esa mulk, bu xususiy yerlar hisoblangan. Uchinchisi, ya'ni vaqf, bu diniy muassasalarga qarashli bo'lgan yerlar bo'lgan. To'rtinchisi
qishloq jamoalariga tegishli bo'lgan yerlar hisoblangan. Endi albatta Amir Nasrulloh davriga kelib yer egaligining tanho shakli keng tarqala boshladi. Nasrulloh o'ziga bo'ysunmagan amaldorlar, urug' oqsoqollarning yerlarini musodara qilib, bunday yerlarni vaqtinchalik egalik qilish huquqi bilan o'z tarafdorlariga hadya, ya'ni tarafdorlarni ko'paytirish uchun tanholar hadya qilganligini bilamiz. Amir Muzaffar davridan boshlab, ya'ni tanho tog'li hududlarda ham yoyilib ketdi. Tanho turli hajmda bir necha tanobdan bir necha 100 tanobgacha berilgan bo'lib, tanhoning berilishi miqdori eng avvalo, ya'ni yerning sug'orilishi, uning unumdorligi yoki amaldorning egallagan mavqeiga, ya'ni egallab turgan mavqeining ta'siriga bog'liqligini ko'rishimiz mumkin ekan. Xulosa qilib aytganimizda, amirlikda, ya'ni dehqon ahli foydalanayotgan yerlarga nisbatan, ya'ni mulkiy xiroj, ya'ni mulkiga nisbatan xiroj atamasi ishlatilgan. Chunki bunday yerlarga ega bo'lgan yer egalari o'z yerlaridan, ya'ni erkin sotish, meros qoldirish, hadya qilish huquqiga ega bo'lganlar. Bunday yerlardan rasman hosilning 1/3 miqdorda soliq belgilangan bo'lsa-da, ya'ni amirlikning har bir hududida o'rnatilgan va belgilangan tartib, urf-odatga ko'ra soliq miqdori 3/1 yoki 5 baravarigacha, 5/1gacha berilganligini bilamiz. Mavzuni, demak, hurmatli talabalar, mavzumuzni mustahkamlash uchun quyidagi savollar, topshiriqlar bilan sizga nima qilamiz? Savollar, topshiriqlar, ya'ni bundan tashqari mana shu uyda o'zini mavzungizni mustahkamlash uchun berilgan topshiriqlarni bajarishingizni so'raymiz.